Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana bir tongda jonli efirlar orqali Andijon nafas ko'rsatuvida yana diydorlashib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Boshlangan kuningiz faqat yaxshiliklarga to'la bo'lsin. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Bugun 6-avgust haftaning payshanbasi va Andijon nafasi ijodkorlari bugun ham kuningizga ozgina bo'lsa-da mazmun bag'ishlashni maqsad qilgan holda o'z efir soatlariga start beradi. Erta tongda yaxshi bir tarona eshitish kishi kayfiyatiga yuqori nima deydi, pozitivlik olib kiradi va albatta kun davomida ana shunday kayfiyatda yurishiga sabab bo'ladi. Biz ham agar bugun dasturimizni boshlashdan avval ana shunday bir taronaga navbatni bersak-da, keyin dasturlarimizni suhbatdoshlarimiz bilan davom ettirsak, Xonobod shahar madaniyat markazining ijodiy jamoasi bugun studiyamiz mehmoni, demak ular ijrosida yaxshi tarona bilan dasturimizni boshlaymiz. Marhamat. Topolmaysan ey manda yoshini, qaragin qanday sevaman seni. Topolmaysan ey mendayin devona, kuyingda kul bo'ldim men yona yona. Muhabbat onam kuydirar yomon, boshlaydi yo'lim faqat sen tomon. O'tib ketmasin seni deb yoshligim, ishonmasang ol jonimni garam. Topolmaysan ey manda yoshini, qaragin qanday sevaman seni. Topolmaysan ey mendayin devona, kuyingda kul bo'ldim men yona yona. Xarob yozibman uchib borayman, yoki qo'shni bo'lib ko'chib borayman. Feelingiz yomon bilamiz erkam, arazlashingizdan cho'chib borayman. Topolmaysan ey manda yoshini, qaragin qanday sevaman seni. Topolmaysan ey mendayin devona, kuyingda kul bo'ldim men yona yona. Topolmaysan ey manda yoshini, qaragin qanday sevaman seni. Topolmaysan ey mendayin devona, kuyingda kul bo'ldim men yona yona. Tarona dasturlarimizni davom ettirdi. Ham kayfiyatimizga ozgina bo'lsa-da ko'tarinkilik bag'ishladi. Bugun Gulnoz bilasizmi, inson qadri shiori ostida yoki tamoyili ostida bugun yangi O'zbekistonda barcha sohalarda izchil islohotlar amalga oshirilyapti. Muhimi, har bir soha raqamlashtirilyapti. Albatta, bu o'z navbatida turli qog'ozbozliklarni, sarsongarchiliklarni chek qo'ygan holatda ish unumdorligini ijobiy tomonga o'zgartiryapti. Oybek, hech e'tibor qildingizmi? Hatto chekka hududdagi poliklinikalarda ham bugun navbat kutish degan narsalar yoki bo'lmasam turna qator bir odamlarni ko'rmay qo'ydik. Ya'ni hamma narsa birgina telefonlarimiz orqali boshqarilyapti. Bu juda ham katta yangilik tibbiyot uchun. Albatta, bitta shifokorni oldiga 20 talab yoki 15 talab odamlar navbat kutmayapti bugun. Balki o'zini navbatini mana shu uyda o'tirgan joyida olib, navbatni va vaqtiga qarab borib bemalol nima deydi, shifokor ko'rigidan o'tyapti. Bu ham albatta shu insonlarga yaratilayotgan, yurtdoshlarimizga yaratilayotgan bir qulaylik deb bemalol aytsak bo'ladi. Albatta, va aynan tibbiyotni raqamlashtirish yo'nalishi yo'lga qo'yilganidan buyon alohida markaz tashkil etildi, ya'ni Sog'liqni saqlash vazirligi tizimida raqamli sog'liqni saqlash markazi. Va bu markaz bugungi kunda hududlarda olib borilayotgan raqamlashtirish jarayonlariga bevosita mas'ullik qilyapti. Oybek, bizda mehmonlarimiz aynan mana shu markazni xodimlari, biri respublikadan, biri aynan Andijon viloyatida shakllanayotgan yangi jamoaning biri.
Keling, ular bilan tanishib olamiz va suhbatga o'tamiz. Yulduz Razimova Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi raqamli sog'liqni saqlash markazi mutaxassisi studiyamizda xush ko'rdik. Kun xayrli bo'lsin. Aynan ana shu yo'nalishda viloyatimizda bugun mutaxassis sifatida faoliyatini boshlagan Saidkomil Abduvaliyev. Sizga ham kun xayrli bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun katta rahmat. To'g'ri aytdingiz, to'g'ri belgiladingiz. Hozirda bizni barcha yo'nalishlarimizdagi raqamlashtirish borasida olib borilayotgan islohotlar juda ham keng ko'lamda davom etyapti va aynan sog'liqni saqlash tizimida raqamlashtirish borasida juda ham ko'p ishlar olib borilgan va xususan raqamli sog'liqni saqlash markazi mutaxassis sifatida shu narsani aytamanki, ushbu markaz respublika bo'yicha juda barcha hududlarimizda tashkil etilgan va Andijon viloyatida ham men o'zim sog'liqni saqlash respublika huzurida ochilgan raqamli sog'liqni saqlash markazi mutaxassis sifatida bir haftalik kelganman bu yerga, ya'ni ish jarayonini o'rganish maqsadida. Raqamli sog'liqni saqlash markazi faoliyati o'zi nimada degan savol tug'iladi albatta. Raqamli sog'liqni saqlash markazida juda ham ko'p mutaxassislar o'tiradi. U mutaxassislarning har bittasini o'zining yo'nalishi bor va har bir yo'nalish bo'yicha o'zlari monitoring ishlarini olib borishadi. Misol uchun 103 yo'nalishi bo'yicha elektron retseptlarning yozilishi bo'yicha monitoringlar, o'rganishlar olib borishadi va bizni respublikada biz qaysidir bitta tuman miqyosida emas, balki butun respublika bo'yicha monitoringlarni olib boramiz. Ammo lekin mana Andijon viloyatida Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi huzurida ochilgan markaz sifatida gapiradigan bo'lsak, u yerda asosan Andijon viloyati haqida ma'lumotlar ko'riladi. Mana mutaxassislari bu haqida hali to'xtalishadi. O'zi ochilishdan maqsad nima bo'lganki, bizni ishimizni yengillashtirish maqsad edi. Avvallari bilasizki, barcha hisobotlarni qog'oz shaklida, barcha viloyatlardan, tumanlardan, hududlardan qog'oz shaklida vazirlikka taqdim etishardi albatta. Hozir esa bu qog'ozbozlik boya yuqorida aytib o'tganingizdek to'xtadi. Barcha hisobotlarimiz hammasi raqamlashtirildi. Ya'ni biz o'sha markazda o'tirib barcha hududlarda kerakli bo'lgan ma'lumotlarni raqamlashgan tarzda ola olamiz. Misol uchun yana favqulodda vaziyatlarimiz bo'ladi albatta. Aynan sog'liqni saqlash sohasida favqulodda vaziyatlar juda ham ko'p bo'ladi va mana ushbu favqulodda vaziyatlarda bizni mutaxassislar qanday yechim topishligiga ham juda ham katta yordam bergan ushbu markaz. Yulduz, mana yuqorida aytib o'tdingiz, 10 kundan buyon aynan Andijonda tekshirish ishlarini amalga oshiryapman deb. Xo'sh, Andijon viloyatida raqamlashtirish tizimiga bahoyingiz qanaqa? Raqamlashtirish tizimi bilasizki, pilot tumanlari bor, ya'ni Asaka tumani pilot sifatida olingan. Biz pilot tumaniga bormadik unga o'rganishlar davomida, chunki bilamiz u yerda baribir ishlar juda ham yaxshi olib borilyapti, namunaviy albatta. Biz boshqa tumanlarni o'rgandik va bilasizmi, men juda ham xursand bo'ldim. Juda ham siz aytganingizdek pozitiv fikrlar olib ketdim. Sababi pilot tuman naryoqda tursin, boshqa hududlarda ham, boshqa shifoxona, oilaviy poliklinikalarda ham raqamlashtirish jarayoni juda ham tez va jadal ish olib borilish jarayoni bo'lgan. Bu degani hammada qiziqish bor. O'rganishga qiziqish bor. Albatta. O'rganishlar davomida biz kimnidir ogohlantirib bormadik hech qayerga. Aholi bilan joylarda gaplashib, muhokama qilib, suhbatlar olib bordik. Elektron navbatlar orqali poliklinikalarga tashrif buyurishyapti. Undan tashqari bizni shifokorlarimizga ham hisobot shaklida olish ma'lumotlar juda ham osonlashgan. Bemorlar bilan vaqt o'tkazish osonlashgan. Undan tashqari hech qanday qog'ozbozlik yo'q. Aytaylik, istoriya bolezn degan narsa bor. O'sha bemorning kasallik tarixi, o'sha kasallik tarixini hammasini Dimet axborot tizimi orqali ko'ra olishadi, nazorat qila olishadi va misol uchun shunaqa narsa borki, bemorni qaysi poliklinika, qaysi shifoxona, qaysi respublika ixtisoslashtirilgan markazlarda bo'lgan tashriflarigacha Dimet axborot tizimi orqali ko'ra olishadi. Bu o'sha boya siz belgilab o'tganingizdek ortiqcha qog'ozbozlikni yo'qotdi, vaqt tejamkorligini oshirdi. Albatta, Saidkomil, aynan Andijon viloyati miqyosida gapirib o'tsangiz, bugungi kunda raqamlashtirish nafaqat elektron navbat olish, balki elektron yo'llanma, elektron retsept kabi atamalarni tibbiyotga kiritdi-da. Aynan bu yo'nalishlarda ishlar qanaqa ketyapti va ish unumdorligiga qanchalik ta'sir ko'rsatyapti bular?
Xo'p, hozirgi kunda viloyatimizda barcha shifoxonalar raqamlashtirilgan holatda o'z faoliyatini olib bormoqda. Bu qanaqa yengillik beryapti aholimizga? Xo'sh, hozirgi kunda siz aytgan narsalarni masofadan turib elektronlik holatda yuborsa bo'ladi. Bu vaqt jihatdan ham, oshiqcha harakat jihatdan ham ancha ustunlik beradi. Fuqarolarimizga ancha qulaylik bo'ladi. Xo'p, undan tashqari mana navbatlarga misol uchun shifoxonaga borsa, oldingidek borib o'chirib turish shart emas, ya'ni navbatda turish shart emas. Hozirda misol uyda turgan holatda ham shifokor huzuriga yozilsa bo'ladi. Undan tashqari muassasani o'ziga borib, o'ziga raqam olib, oldingidaqa unaqa muammoli narsalar endi tugadi. Hamma narsa raqamlashgan holatga to'liq o'tdi. Bugungi kunda aynan mana shu Andijon viloyatida mana shu tibbiyot sohasini necha foiz raqamlashtirildi? Viloyat miqyosidami? Hozir viloyat shifoxonalari hammasi to'liq raqamlashgan markazlar to'liq raqamlashgan holatga o'tdi. Poliklinikalar, hududlar bosqichma-bosqich o'tkazilyapti. Shunaqa. Misol uchun mana hozir o'zim borib ko'rganim, deylik Paxtabod chekka bir qishloqqa borsangiz ham juda hamma narsa kompyuterda bo'lyapti, yoki Xonobodgami yoki bu yoqda Ulug'norga borsangiz ham hamma narsa to'liq raqamlashgan holatda o'tdi. Endi dorixonalar va xususiy shifoxonalar endi etap-etap bosqich o'tyapti. Shunaqa. Aynan mana Asaka tumanini yuqorida tilga oldik, ya'ni bu yo'nalishda pilot hudud sifatida respublika miqyosidagi tumanlar qatorida tanlab olingan. Bugun aynan Asaka qaysi jihatlari bilan raqamlashtirish jarayonida namuna ko'rsata olyapti boshqa hududlarga? Misol, hamma nima deydi, bu raqamlashgan holatda hamma narsada o'zini namuna qilib ko'rsatsa bo'ladi. Xo'p. Marhamat. O'rganishlar davomida Asaka tumani haqida ham ma'lumotlar olganman. U yerda biz bitta bir pilot tumanini yoki qaysidir boshqa bir hududni ajratib olishga huquq egasi emasmiz, ya'ni vakolatimiz yo'q deylik. Chunki respublika miqyosida barcha tibbiyot muassasalari to'liq raqamlashtirilgan. Yuqorida aytib o'tganimdek, respublika ixtisoslashtirilgan markazlarni filiallarigacha biz raqamlashtirganmiz. Aynan Asaka tumani haqida gapiradigan bo'lsak, o'zini namunasini nima bilan ko'rsata oladi? Ya'ni tibbiyot xodimlarini qanchalik raqamlashtirish yo'lida olib borilayotgan islohotlarni tez o'rganib olishi. Ya'ni o'sha qaysidir bir axborot tizimi kirib kelgandan so'ng ular hayajon bosmaydi ularni, tez o'rganib olishadi, tez o'qib olishadi u narsani. Mana shu narsa bilan biz ularni namunaviy deb ko'rsatsak bo'ladi. Undan tashqari qanchalik o'sha Asaka tumanida pilot hudud sifatida qanchalik fuqarolar, nafaqat tibbiyot xodimlari, balki fuqarolar qanchalik ushbu tizimga o'rganganligi orqasidan biz namuna sifatida ko'rsata olsak bo'ladi. Shu gapingizdan kelib chiqib savol bermoqchiman. Tabiiyki raqamlashtirish kirib kelganidan so'ng barcha mutaxassislar ham IT yo'nalishida malakaga ega emas. Albatta. Ular bilan ishlashda qanaqa jarayonlar yo'lga qo'yilyapti? Juda ham o'rinli savol berdingiz. Har bitta oilaviy poliklinikamizda, shifoxonalarimizda IT operatorlarimiz bor. Avvallari ularni IT operator hamshira deb nomlardik. Hozirda qo'shimcha buyruq chiqdi. Ushbu buyruq orqali biz ularni IT operator deb nomlaymiz. Demak, alohida shtat tashkil etildi. Albatta, alohida shtatimiz bor va ushbu IT operatorlar barcha tibbiyot xodimlariga raqamlashtirish borasida qanaqadir ish faoliyatida qiyinchiliklar bo'lsa, albatta ularga murojaat qiladi va ushbu IT operatorlarimiz ularga qo'ldan kelgancha ko'maklarni berishadi. Undan tashqari bizani har 3 oylik, 6 oylik, 1 yillik o'quv kurslarimiz bor. Malaka oshirish albatta har bitta hududning o'zini navbati bor. Navbatma-navbat biz barcha tibbiyot xodimlarimizni ish faoliyatidan ajratmagan holda barcha axborot tizimiga kirib kelayotgan yangiliklar bo'yicha o'qitamiz. Uni qo'shimcha qilib, misol siz savol berdingiz xodimlarga, misol uchun elektron murojaat qilib, misol shifokor, hamshira qanaqadir o'zida muammo bo'lsa, o'sha vaqtda o'zi Telegram bot orqali murojaat qilsa, bizda shu sog'liqni saqlash markazi orqali o'sha muammosiga o'sha vaqt o'zida yechim qilinadi. Ya'ni mutaxassislar ularning muammosiga yechim qiladi. Ya'ni onlayn ma'lumot olish imkoni bor. Shunaqa, u kutib o'tirmaydi qachon hal qilar ekan deb. O'sha vaqtda o'zida hal qilsa bo'ladi, tushunmagan narsasini. Endi bugun gapirilyapti, aytilyapti, raqamlashtirilyapti deyilyapti, lekin bugun tibbiyot sohasini vakillari ham aynan o'zi mutaxassis bo'lish kerakligi, IT sohasini tushunish kerakligi, kompyuterdan foydalana olish kerakligi aytilyapti, lekin bugun mana shu raqamlashtirish insonlarga qanchalik qulaylik yaratayotgani bo'yicha ham targ'ibot ishlari olib borilyaptimi hududlarda? Aholining hushyorligini ham oshirish maqsadida.
Raqamlashtirish bu targ'ibot ishlari olib borilyapti. Misol uchun Telegram kanallarda yana qo'shimcha qo'llanmalar, taqdimotlar o'zi hamma Aholiga narsalarda- yetkazilyaptimi? Yetkazilyapti bu Telegram kanallarda, ijtimoiy tarmoqlarda обязательно hammasi yetkazib borilyapti. Bitta narsani qo'shib o'tib ketmoqchiman. Bilasiz, hozir sun'iy intellekt orqali videolar yasash, rasmlar yasash juda ham jadallashib ketgan deylik. Aynan tibbiyot sohasida ham mana boya aytib o'tganingizdek barcha yangiliklarni aynan sun'iy intellekt yordamida biz targ'ibot, tashviqot ishlarini olib boramiz. Undan tashqari bizni patronaj hamshiralarimiz bor, o'sha uyma-uy yuradigan hamshiralarimiz bor va shu hamshiralarimiz yordamida ham aholiga targ'ibot ishlarini olib boramiz. Qanaqadir yangiliklar bo'lsa, bilasiz, Uzinfakomizning yagona integratorimiz bor. Dimet axborot tizimini tashkil etgan razrabochiklarimiz bor, ya'ni bizning texnik xodimlarimiz va shular orqali ham biz targ'ibotlarni olib boramiz. Biz umuman olganda raqamlashtirish bugun nafaqat o'sha qog'ozbozliklarni yoki sarsongarchiliklarni oldini olyapti, balki aynan o'sha tibbiyot tizimida korrupsion holatlarni oldini olish deymizmi, qolaversa xodimlarni hatto maoshlarini oshirishga ham ko'mak berayotganini eshitamiz-da. Keling shu haqda ham ozroq ma'lumot berib keting. Raqamlashtirilgandan keyin, aynan sog'liqni saqlash tizimi raqamlashtirilgandan keyin yuqorida to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, korrupsiyaga bo'lgan barcha mana shu jadallashgan yo'llarni deylik blokladi deylik. Sababi hamma narsa ko'rinib turadi. Tizimlarda, dashbordlarda Shaffoflik bor. Shaffoflik albatta bor. Sababi har bitta elektron tizimni, har bitta Dimetda qo'yilgan, agar Dimetni oladigan bo'lsak, Dimetni modullarini har bittasini o'zini dashbordi bor. Ya'ni barcha ma'lumotlar dashbordlarda ko'rib turadi va poliklinikalar misolida oladigan bo'lsak, poliklinika mudirini, direktorini o'zini shaxsiy roli bor va o'sha roli orqali shifokor nima ish qilyapti, kuniga nechta bemorni qabul qilyapti, nechta pullik xizmatlarni ishlatyapti poliklinika, hammasini ko'rsa bo'ladi va boya to'g'ri aytdingiz, bu korrupsiya yo'lini blokladi va shaffoflikni oshirdi. Rahmat fikrlaringiz. Eng muhimi fuqarolarga ham shu kerak edi. Yaxshi suhbat bo'ldi. Menimcha yaxshi ma'lumotlar bera oldilaring. Buning uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Studiyamizga tashrif buyurib, qimmatli vaqtlaringni ayamasdan mana shu raqamlashtirish haqida, bugun o'sha markaz faoliyati haqida keraklicha ma'lumotlarni berdinglar. Menimcha teletomoshabinlar ham o'zlariga kerakli bo'lgan xulosalarni olishdi, ma'lumotlarga ega bo'ldi. Albatta, sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Dasturimizni esa yana bir chiroyli tarona bilan davom ettiramiz. Rahmat. Rahmat. Yurtum tekleşir bütün Hayatımı topladım asla Şairler var öz yurtum bütün Ağdan ara atagan tanha Onun içinde uçtu bir ağ Kanada gümüş diyar Bir ülke var dünyada bulup bitenmeyen doktordur var Fakat acı kalemim benim Özbekistan Kalem benim Altın yırtık var Bir akıl meşale Altın yırtık var Akıl meşale
Uzbekistan vatanım benim. Ey ben koyarım maskenim benim. Özbekistan vatanım benim. Vatan haqida yangragan har bir tarona yurakkacha yetib boradi. Albatta. To'g'risini aytganda, aynan mana shunday taronalar bilmadim, to'lqinlantirib yuboradi har bir o'zbekistonlikni. Albatta. Dasturlarimiz davom etadi aziz yurtdoshlar. Oybek, shu o'rinda bir narsa so'ramoqchi edim, yodimga tushib qoldi. Adashmasam, chap qo'lda yozardingiz. Chapaqaysiz, to'g'rimi? Shunaqa hislatim borki, ovqat tayyorlaydigan bo'lsam ham bemalol pichoqda mahsulotlarni chap qo'lda to'rg'ayman. Yoshligimda yozganman chap qo'lda, lekin endi baba o'ng qo'lda yozishga o'rganganman. Hozir agar astoydil harakat qilsangiz, har ikki qo'lda Ha, ham ha, yozish bemalol. Qarang. Yana bir narsa bor, kimdir o'ng qo'lda ye demasa, chap qo'lda yeyishga odatlanib qolgan. odatlanib qolgan. Bir 2-3 yil avval bir ijodkor haqida ko'rsatuv tayyorlagandim, Oybek. Tasavvur qiling, birdaniga har ikki qo'lida teng ishlay oladigan qobiliyat egasi. Shunda stolga qog'ozni qo'ydida, har ikkala qo'lida bir xil detalni santimetrlargacha bir xil chizib beryapti-da. Qoyil qolmaslikning iloji yo'q. Men qanchalik urinsam ham chap qo'limda hatto birgina harfni ham yoza olmayman. Va shu o'rinda aytib o'tish kerak, dunyo aholisining qariyb 10%ni chapaqaylar tashkil etar ekan. O'zi bu chapaqaylik tug'ma rivojlanadimi yoki boshqa omillarga bog'liqmi? Keling, bu haqda mutaxassisni o'ziga yuzlansak. Andijon davlat chet tillari instituti psixologi, bizning doimiy hamkorimiz va bizning doimiy mehmonimiz Abijonov Odirbek. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik.
Rahmat, taklif qilganinglardan xursandman va juda ham bir qiziqarli mavzuni boshlab berdinglar. Men haqimda gapirasiz. Siz haqingizda ko'proq bugun to'xtalib o'tamiz, demak efir davomida. Xo'p, chapaqaylik aslida tug'ma bo'ladimi yoki orttirilgan bo'ladimi degan savolni hozir o'rtaga tashladinglar. Chapaqaylik aslida ota-onalar tomonidan o'tadigan dominant yoki resessiv genlarni o'tishiga qarab belgilanadi. Misol uchun tug'ma holati ko'proq, ya'ni bizda bilamizki, biologik nuqtai nazardan qaraganda dominant genlar bu o'naqaylik, resessiv genlar esa chapaqaylik. Shuning uchun biz atrofimizni kuzatganimizda chapaqaylarga nisbatan o'naqaylar ko'proq bo'ladi. Va sizni holatingizda ham biz ta'riflab o'tib ketishimiz mumkinki, ya'ni siz o'ng qo'lda yozasiz, lekin muhim ishlarni chap qo'lda bajarasiz. Ya'ni nimanidir kesish, to'g'rash yoki to'pni uloqtirish deganda chap qo'lni ishlatasiz. Bu mutlaqo normal holat. Nima uchun? Chunki siz dastlab chapaqaylikka moyilligingiz yuqori bo'lgan, ya'ni ko'p odatlarni, yumushlarni bajarishda sizda chap qo'l qulay bo'lgan, lekin hamma e'tibor qaratadigan jihat jamiyatda yoki o'zingiz tarafingizdan o'sha paytda yaxshi eslolmasligingiz mumkin. Ko'pchilik o'ng qo'lda yozishiga qarab, siz o'ng qo'lda yozishni o'zingizda shakllantirgan bo'lishingiz mumkin yoki avvallari bu narsaga juda ham kuchli e'tibor qaratilardi, ya'ni ustozlar o'quvchilarga chap qo'lda emas, ko'proq o'ng qo'lda yoz deb o'rgatishar edi va bu muhim hisoblanardi. Mana shu nuqtai nazardan ham sizda o'ng qo'lda yozishlik orttirilgan, lekin ko'plab odatlarni, muhim vazifalarni bajarish chap qo'lda bajarishga o'sha tug'ma moyilligingiz bo'lgani nuqtai nazardan shu odat qolgan deb hisoblanadi. Xalq orasida ko'p eshitamizda, o'ng qo'llilarni chap miyasi, chap qo'llilarni o'ng miyasi ishlaydi deyishadi va chap qo'lda yozadiganlar ko'proq aqlliroq bo'ladi deyishadi. Bu qarashga munosabatingiz qanaqa? Birinchi aytib o'tgan ma'lumotingiz juda ham to'g'ri. Ya'ni chap o'ng yarim sharlarni o'zi biologik nuqtai, ya'ni anatomik nuqtai nazardan qaraganimizda ham o'ng qo'l o'ng taraf uchun chap miya sharlari yoki chap qo'l uchun o'ng miya sharlari javob beradi degan aniq ma'lumotlar bor. Lekin chapaqaylar qolganlarga nisbatan iqtidorliroq bo'ladi yoki dahoroq bo'ladi degan gaplarni ko'p eshitganmiz, lekin bu aniq ilmiy asoslanmagan, tasdiqlanmagan. Nima uchun unda bizga shunaqa tuyuladi? Nima uchun shunaqa insonlarni ko'pini taniymiz? Bunga javobimiz esa biz ko'proq insonlarni daholigi bilan birga uni noodatiy xususiyatiga qarash o'rganganmiz. Ya'ni biz o'naqay daho yoki kuchli taniqli insonni ko'rsak, odatiy hol sifatida qabul qiladi uni miyamiz. Lekin u inson chapaqay bo'lsa, demak chapaqaylar ijodkorroq bo'ladi, ular taniqliroq, dahoroq bo'ladi degan stereotiplarni hozirgi kunda ko'pchilik o'ziga singdirib olgan. Lekin ilmiy tayanadigan bo'lsak, bizni o'sha ma'lumotimiz asoslanmagan, tasdiqlanmagan ma'lumot. Mana yuqorida aytib o'tdingizda, tug'ma chapaqay bo'ladi-yu, yillar davomida o'ng qo'lga o'rgatish. Bu o'sha inson uchun qandaydir bir salbiy zarar yetkazmadimi? Salbiy jihatlari to'g'risi bor, psixologik nuqtai nazardan qaraganda, chunki bola dastlabki hayotini yillardanoq umuman boshqa odatga o'zgartirilishga undaladi. Ya'ni ustoz tomonidan, ota-onasi tomonidan unga qat'iy kerak bo'lsa kuchli tanbehlar beriladi, dakki beriladi. Buning natijasida bolada stress bo'ladi. Boshqa odatga birdaniga o'tish unda yoshligidanoq birmuncha qiyinchiliklar tug'diradi. Mana shu nuqtai nazardan, ana shu tayyor namuna sifatida o'tiribdi Oybek akamiz. Mana shu jihatlari albatta ularda salbiy jihatlarni keltirib chiqaradi. Fe'l atvoridachi, o'sha mana yuqorida aytib o'tgan ikkita gen toifasini aytdingizda, aynan chapaqaylarda fe'l atvor nuqtai nazaridan bir farqli jihatlar bo'ladimi? Xo'p, chapaqaylar o'naqaylarga nisbatan qanaqadir farqli bo'ladi degan ma'lumot ham yetarli asosga ilmiy asoslanmagan. Ya'ni bu vaziyatda biz aytib o'tishimiz kerak bo'lgan muhim jihati, har bir inson o'ziga xos individuallikka ega. Ya'ni biz chapaqaylar mana bunday fe'l-atvorga ega bo'ladi yoki bu sifatlarni o'zida mujassamlashtiradi deb hech qachon ayta olmaymiz. Chunki biz ko'rib turgan o'sha fe'l-atvoridagi o'xshashliklar bor chapaqaylarni ayrimlarini taniymiz. 2-3 nafarini tanisak, ularda o'zaro o'xshashlik bo'lishi mumkin, lekin dunyoni aytib o'tganingizda 10% aholisi chapaqay deb hozir chiroyli fakt aytdingiz. O'sha faktga tayanadigan bo'lsak, 10% aholi ham birmuncha ko'p odam va biz ularni hammasini ham tanimaymiz. Mana shu nuqtai nazaridan biz aytib o'tishimiz mumkinki, chapaqay insonlarda aynan
o'ziga xos ajratadigan chapaqaylarda bunaqa belgi bo'ladi, bunaqa xususiyat bo'ladi, fe'l atvor bo'ladi degan ma'lumot ayta olmaymiz. Chunki har bir inson unaqaymi, chapaqaymi, u deylik qanaqadir jihatlarga qiziqadimi, sohalarga qiziqadimi, o'ziga xos, umuman takrorlanmas individual hisoblanadi. Tabiiy holat. Endi shu o'rinda kelganingizdan foydalanib yana bir savol bermoqchiman. Biz ayni paytda avgust oyida turibmiz. Shu avgust oyida tug'ilgan insonlar haqida ham, ularning fe'l-atvori haqida ham bir gapirib bering. Albatta. Eng keng tarqalgan stereotiplarga javob berish maqsadida hozirgi mavzularimiz muhim deb o'ylayman, chunki juda ko'pchilikda noto'g'ri tushunchalar shakllanib qolgan. Biz aytishimiz mumkinki, avgust oyida tug'ilganlar deb ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p kuzatib qolamiz, yoki videorolik shaklida yoki o'sha matn shaklida o'qib qolamiz. Ya'ni avgust oyida tug'ilganlar ochiq ko'ngil, samimiy bo'lishadi. Ular ba'zan yolg'iz qolishni xush ko'rishadi, ular sportga qiziqishadi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, hozirgi ma'lumotlarimiz ko'pi umumiy. Ko'pchilikka daxldor. Uni avgust deb qo'yasizmi, boshlanishini yanvar deb qo'yasizmi, eshitgan odam ha, men haqimda ketyapti bu ma'lumotlar deb o'zida xulosa chiqaradi. Ya'ni aytilayotgan ko'plab belgilar umumiylikka yo'naltirilgan o'sha kontent yaratuvchi tomonidan. Ya'ni qaysi ma'lumotni qo'ymasin, sizga misol uchun Oybek aka, siz samimiy insonsiz, juda ham muloqotchansiz, lekin ba'zi vaziyatlarda yolg'iz qolgingiz keladi, desam, ha shunaqa deysiz. Chunki siz qancha boshqalar bilan chiqishib ketsangiz ham, lekin ba'zan hayotdagi stresslar tufayli yolg'iz qolgingiz keladi, yolg'iz sayr qilgingiz keladi. Shu nuqtai nazardan sizga bu ma'lumot tanishdek tuyuladi. Mana shuning uchun muhim bir fakt, insonlarni qaysidir oyda tug'ilganiga qarab biz xarakterini ayta olmaymiz. Lekin qaysidir ma'noda burchlarni ta'siri bo'ladi-ku, to'g'rimi? Burchlarni ham ta'siri bo'ladi. Bular ham ma'lumotlarga ega, lekin hamma uchun birdek degani emas. Biz insonni psixolog sifatida xarakterini aytib berishimiz uchun bir nechta bosqichlari bor. Ya'ni u bilan individual suhbat o'tkazish kerak birinchi o'rinda, bosqichma-bosqich. Uni kuzatish kerak, unga testlar berish kerak, ilmiy psixologik tasdiqlangan. Mana shulardan keyin uni qaysidir xarakter jihatlari ochiqlanadi. Ana psixologlarga beriladigan eng ko'p savol bor, sizlar ham juda yaxshi bilsanglar kerak. Kim bilandir qayerdadir o'tirib suhbatlashib qolsangiz, psixologman desiz, birinchi savoli meni aytib beringchi, qanaqa men xarakterim qanaqa deydi. Eng noto'g'ri narsa-da bu narsa. Bir qarashdayoq inson haqida ayrim tasavvurlarga ega bo'lasiz, lekin to'laqonli xarakterini aytib berish uchun sizda bir muncha bosqichli tekshirilgan psixologik tahlillar bo'lishi kerak. Shuni tushunib yetyapmanki, Gulnoz, avval gazetalarda orqasida chiqardi, shunaqa burchlardek. Bu hafta siz shunday bo'ladi, siz hayotingizda shunaqa o'zgarishlar. Demak, bular hammasi umumiy gaplar bo'lgan. Lekin bu narsani bitta yaxshi tarafi bor. Odamni ong ostiga yaxshi holatlarni singdirib qo'yish bo'ladi. Misol uchun siz uchun bu hafta omadli keladi, bir qancha jihatlarda muvaffaqiyatga erishasiz kabi matnlarni o'qigan insonda o'ziga xos motivatsiya paydo bo'ladi. Bu men uchun omadli hafta. Xohlagan ishimni boshlashim mumkin, bu omad olib keladi, bu muvaffaqiyatli bo'ladi degan ustanovkani ong ostiga qo'yishi natijasida uni harakatlari bir muncha samaraliroq chiqishi kuzatilgan. Shuning uchun ham bu munajjimlar bashorati yoki qanaqadir umumiy faktlar insonga 100% to'g'ri keladi demasak ham, lekin ayrim jihatlarda foydali bo'lishi mumkin. Rahmat, juda ham bir samimiy suhbat bo'ldi. Menimcha endi bunday bashoratlarga menimcha teletomoshabinlar ishonmaydi, chunki hammasi umumiy gaplar ekan. Lekin qaysidir ma'noda ishonish ham samara berar ekan, ijobiy tomonga albatta. Demak, shunday bo'lar ekan meni hayotimda, shu hafta shunday bo'lar ekan desa, demak shunga harakat qilsa, menimcha natijasi yomon bo'lmas ekan. Amallar niyatlarga bog'liq deyishadi-ku. Demak, sizga suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Dasturimizni esa Go'zal Tarona davom ettiradi. So'ngra keyingi suhbatdoshlarni studiyaga taklif etamiz. Bir qarab shu go'zal ko'nglini olsam, dil berib ko'ngliga sevgini solsam, naz qilib o'zimga ishqini aytsam, bir umrman o'zim yonida qolsam, bir umrman o'zim yonida qolsam, ey voh mani jonim, chiroyli, chiroyli, chiroyli.
Vah mani canım chiroyli 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 Akshirin kulgusi aramim oldi Vah yana ko'nglimga alovni soldi Vah bu kabutar yoki pari desam Bir umr yor bo'lib yonimda qoldi Ey bir umr yor bo'lib yonimda qoldi Vah mani jonim chiroyli 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 Mani jonim chiroyli 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 Vah mani jonim chiroyli 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 Mani jonim chiroyli 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 Vah mani jonim chiroyli 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 Mani jonim chiroyli 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 Vah mani jonim chiroyli 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 Mani jonim chiroyli 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 Rahmat. Dasturlarimiz davom etadi. Chiroyli deb Tarona aytganida bizni yana bir chiroyli mehmonimiz studiyaga kirib keldi Oybek. Aytadi-ku ana qo'shiqda Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. Undan ham ko'p masofani bosib Andijonda talaba bo'lgan, Andijonda o'qib tahsil olib, bugun aynan Andijon viloyatida faoliyat yuritayotgan. Shuni aytganda Andijonlik bo'lib qolgan qizimiz bugun studiyamiz mehmoni. Haftuna xonim, xush ko'rdik. Kun xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, barchamizga kun xayrli bo'lsin. Ushbu ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun minnatdorman. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Maftuna aynan Andijonda tahsil olgan ekansiz va ish faoliyati uchun ham aynan Andijon viloyatini tanlabsiz. Bu hudud sizni nimasi bilan o'ziga tortdi? Albatta, hozirda Xorazm viloyatidan bo'lsam ham Andijon davlat chet tillari institutida o'qib, u yerni a'lo baholarga tugatib va Andijon viloyatida yana faoliyatimni davom ettirayotganimga asosiy sabablardan bittasi Andijonni boshqacha yaxshi ko'raman va insonlari ham samimiy, mehmondo'st. Shuning uchun balki yana Andijon chorlagandir meni. Bugungi kunda aynan mana shu oliy ta'lim muassasasini tamomlab, mana shu viloyatimizda yangi korxonalarni qurayotgan o'sha xitoylik investorlar bilan birga faoliyatingizni olib boryapsiz ekan. Albatta shunday. Andijon davlat chet tillari institutini, roman german va slavyan tillari fakultetini fransuz tili yo'nalishida bitirgan bo'lsam ham, hozirda Andijon viloyatida katta xalqaro kompaniyalardan bittasi Jongo Holding, ya'ni Jongwu bir makon bir yo'l tashabbusiga javoban tashkil etilgan Green City loyihasida menejer sifatida faoliyat olib bormoqdaman. Bu yerda hozir fransuz tilini bitirgan bo'lsam ham, Xitoy tilini ham o'rganib, Xitoyning Janshi viloyatida ham tajriba almashib kelyapman. Bu soha menga o'zi chet tillar institutini bitirganim uchun chet tillarni o'rganishga qiziqaman va yana bitta chet tilni o'rganayotganim, bundan tashqari faoliyat olib borayotganim meni katta yutug'im deb ayta olaman. Endi baribir begona hudud, boshqa viloyatga kelib qoldingiz. Boshlashda, ish jarayonlarini tashkil etishda qiyinchiliklar bo'lmadimi va mana shunday vaziyatlarda sizga nima kuch berdi? Albatta bu yerda 4 yil tahsil oldim. Bundan keyin 5-yilida masalan faoliyat olib boryapman. Bu yer hech qanday begonalik hissi bo'lmadi. Kelishimga albatta kirishib ketdim, chunki albatta bu yerda Andijon viloyati meni yaxshi kutib oldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Demak, hozir do'stlaringiz ko'p bu joyda. Albatta, bu Andijon viloyatida juda ko'p do'stlarim, ustozlarim, bundan tashqari hozirda ish faoliyatimda hamkasblarim ham juda ko'p. Tanlash imkoni berilsa, keyinchalik qaysi joyni tanlagan bo'lardingiz? Endi men uchun Xorazm viloyati ham, Andijon viloyati ham bir xil. Men ikkovsini ham tanlagan bo'lardim. Menda bir savol tug'ilyapti. Ota-onangiz, uydagilaringiz qarshi emasmi bu yerda yurishingizga? Sog'inch hissichi. Yana ham qiz bolasan, sen kel,
yurma endi o'qishing tugadi mana shu yerda ham ishla deyishmayaptimi? Albatta bunaqa holatlar juda ko'p bo'lgan. O'zi o'qishga kirishimga shunaqa holat bo'lishgan, juda uzoq ekan, kelishing ham ancha uzoq vaqt bo'lyapti deb sog'inch hissi ularni ham qiynagan. Chunki 18 yoshli qizini ancha uzoq bo'lgan viloyatda o'qitish har bitta ota-onaga ham boshqacha mas'uliyat beradi deb o'ylayman. O'qish davomida bu yerda orttirgan yutuqlarim, ya'ni erishgan natijalarimdan ota-onam ham xursand bo'lib, Andijon viloyatida o'qishimga bemalol qarshilik bildirishmagan. Undan keyin faoliyatimga ham boshida o'ylanib turishdi, chunki uzoqda yana shu yoqda davom ettirasanmi deb qolishdi, lekin bu yerga ancha o'rganganim uchun ular ham qarshilik bildirmaydi hozirda. Endi turmushga bersak Andijonda qiz bo'lib qoladi-da. Rejalar qanday endi? Hozirda rejalarimiz shu Xitoy Yaxshi. Andijonlik bo'lib Demak, Sheva ham hozirda rejalarimiz shu Xitoy O'zbekiston tomonidan tashkil etilgan Jongwu firmasining bir makon bir yo'l tashabbusiga javoban Green City loyihasi, ya'ni viloyat hokimimiz Shuhratbek Abdurahmonov tomonidan taklif qilinib, ya'ni yangi Andijon Bobur shahrida tashkil etilayotgani bu Andijon viloyatiga katta yutuq deb o'ylayman, chunki bizning Green City loyihamiz o'zining ichiga yashil hududlari, o'zining zamonaviy infratuzilmalari, Xitoy davlatining standartlari bilan olib kelinmoqda. Hozirda bu yerda zamonaviy binolar, o'quv maskanlarini ham qurish rejalashtirilgan. Bu hududning boshqa joylardan ajralib turishi yashil hududlari ko'pligi, ya'ni atmosferasi ham bizning O'zbekistonimizga mosligi uchun bu loyihani yanada rivojlantirib, Xitoy tilini ham mukammal o'rganib, Xitoy standartlari bilan O'zbekiston Xitoy hamkorligini yanada rivojlantirish. Maqsadlar katta. Albatta shunday. menimcha hali oldinga qo'yilgan maqsadlar ko'p Maftunada, lekin mana shunday loyihalarni, mana shunday tashabbuslarni Xorazmda ham amalga oshiring. Albatta Xorazmda ham amalga oshiramiz. O'zi men talabalik vaqtimdan bunaqa targ'ibot ishlariga juda ko'p qiziqqanman, albatta faol bo'lganman. Shu talabalik yillarimda volontyorlik loyihalari, ko'plab zakovat intellektual o'yinlarini o'zim shaxsan tashkil qilib, bu yerda donorlik aksiyalari, mehr saxovat aksiyalarini ham tashkil qilganmiz. Bundan tashqari institutimiz yaratib bergan sharoitlardan faol foydalanib, viloyatda o'tkazilgan yog'du loyihasi, ya'ni bu yerda viloyat institutlari o'rtasidagi eng faol qizlar orasida 20 nafar ishtirokchi orasida men ham borligim, bundan tashqari vodiy yoshlari orasida o'tkazilgan Innovek xalqaro festivali yoshlar forumida ham faol ishtirok etganligim hozirgi darajadagi ish faoliyatimga ham katta ta'sir qiladi, chunki o'sha paytda odamlar bilan muloqot qilish, tillarni, madaniyatni o'rganish yanada qiziqarli bo'lgan. Hozirgi ish faoliyatimda katta yordam bo'lyapti deb o'ylayman. Juda ham yaxshi. Maftuna, kelgusi ishlaringizda sizga omadlar tilab qolamiz. Andijon viloyatining rivoji uchun mehnatlaringiz singayotganidan biz ham xursandmiz. Oybek, dasturimizni esa yana bir chiroyli tarona bilan davom ettiramiz. Albatta, dasturlarimizda yana bir chiroyli tarona yangrab o'tadi. Undan keyin bilasizmi, Yulnos, aynan bugun mana shu dasturimizda mehmon bo'lgan Xonobod shahar o'sha madaniyat markazini ijodiy jamoasi haqiqatdan ham Andijonga, Andijon nafasiga o'ziga xos nafas bera oldi va aynan ana shu Xonobod shahar markazining ana shu xodimi bilan ham hozir navbatda suhbatimiz bor. Mustaqilligimizni qutlug' 35 yilligiga bugun tayyorgarlik qanday bo'lyapti? Shu haqida ham albatta dasturlarimiz davomida suhbatlashamiz. Maftunaxonga esa xush kelibsiz deymiz. Albatta Andijonda rivoji uchun Xorazmdan kelib mehnat qilyapti bu qizimiz va buning ishlariga ham muvaffaqiyat tilaymiz. Ayni paytda esa yaxshi bir tarona yangrab o'tadi. Undan keyin bizda yana suhbatdoshlarimiz bor. Andijon nafasi jonli dasturlari davom etadi. Orta yolda kaldırın, hammasını orta yolda kaldırın.
munchalar do'mbak Dovlada qomating munchalar do'mbak Loppu 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 desem seni erkelep Erkelep başıma götersem bike bikelep Gülüm gülüm senin gözlere yakın Yakın mı çehrene yakından bakayım Gülüm gülüm senin gözlere yakın Yakın mı çehrene yakından bakayım Sevinçten gözlerin yar katıp gitsin Sevinçten gözlerin yar katıp gitsin ey Sakin yüreğine çakmaklar çakayım Seni yüreğine çakmaklar çakayım Loppu 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 desem seni erkelep Erkelep başıma götersem bike bikelep Loppu 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 desem seni erkelep Erkelep başıma götersem bike bikelep Hey loppu 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 desem seni erkelep Erkelep başıma götersem bike bikelep Bunyodbek Saidov ijrosidagi yaxshi tarona albatta barchangizga ko'tarinkilik ulashdi deb ayta olamiz. Bizda esa yana suhbatdoshlar bor. Aha, tanishtirib o'tamiz. Mahfuzaxon Maniyozova, Xonobod shahri madaniyat bo'limi mudiri. Assalomu alaykum. Sizni studiyada xush ko'rdik. Bilasiz, bugun har bir kun bizni mustaqilligimizning 35 yiliga tantanalariga yaqinlashtirmoqda. Albatta, bunday jarayonda madaniyat xodimlari, san'atkorlar alohida tayyorgarlik jarayonlarini zimmasiga olishadi. Bugun Xonobod shahrida aynan madaniyat bo'limi xodimlari tomonidan tadbirga qanaqa tayyorgarliklar ketyapti? Rahmat. Assalomu alaykum. Andijon nafasi ijodkorlari, teletomoshabin do'stlar, taklif uchun avvalambor rahmat. Xonobod shahar madaniyat bo'limiga qarashli 71-son madaniyat markazi albatta har doim tadbirlarga faol qatnashib kelgan. Sababi bilasizlar, Xonobod shahri Andijon viloyatimizni gavhari, Andijon viloyatimizni nafaqat Andijon, balkim O'zbekistonni kichik Shvetsariyasi nomini olgan, toza havosi bilan, yashil hududi bilan va ayniqsa mehmondo'stligi bilan, tadbirlarning ko'pligi bilan ajralib turadi. Shu sababli bizda hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi. O'zbekistonimiz gullab yashnashida, O'zbekistonimizni har bir bayramlarida, har bir tadbirlarida faol ishtirok etish albatta bizning burchimiz hisoblanadi. Yaqinlashib kelayotgan O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi shonli sanasi 35 yilligiga albatta bizda tayyorgarlik ishlari allaqachon boshlab yuborilgan. Bunga sabab Andijon viloyati hokimi hurmatli Shuhratbek Koshakbayevichning tashabbuslari bilan, ularni tadbir rejalari bilan shu yangi Andijon Bobur shahrida o'tkazilib kelayotgan ko'rik tanlovlar, ya'ni mustaqilligimizning 35 yilligiga bag'ishlangan Andijon viloyati madaniyat boshqarmasi hamkorligida Andijon viloyatidagi barcha madaniyat muassasalari ishtirokida ko'rik tanlov bo'lib o'tdi. Bunda albatta Xonobod shahri ham qatnashib ketdik. O'zini kunini o'tkazdi. Albatta, har bir tumanga, har bir shaharga o'ziga kun berdi. Endi bu juda ham biz uchun ham foydali. Sababi yaqinlashib kelayotgan mustaqillik bayramimizga ham tayyorgarlik ko'rib olamiz, ham tadbirda ko'rik tanlovda faol ishtirok etib olamiz. Shu sababli ko'rik tanlovda juda ham faol ishtirok etdik. Hozircha natijalarimiz yaxshi o'rinlarda turibdi. Endi buni albatta mustaqillik bayramiga yaqin e'lon qiladi. Avtoba bilasizmi, bugungi kunda aynan davlatimiz rahbari tomonidan madaniyat, san'at va adabiyot sohasi xodimlariga shunaqa e'tibor berdiki, aynan o'sha o'tkazgan video selektorini ham tarixiy yig'ilish deb bemalol ayta olamiz. Umuman olganda avvalgi e'tiborga nisbatan hozirgi berilayotgan e'tibor menimcha har bir ijodkorni yana ham bir yangi maqsadlarga, yangi marralarga undashi tabiiy, to'g'rimi? Albatta. Hurmatli yurtboshimiz, prezidentimiz, iloyim boshlari sog' bo'lsin. Ularni ham shu shonli sana bilan
Andijon viloyati fuqarolari nomidan, albatta san'atkorlar nomidan, madaniyat xodimlari nomidan tabriklaymiz. Yurtboshimizni har bir shu madaniyat xodimlari uchun o'tkazilgan video selektorlari kutamiz biz. Albatta bizga yangilik bo'ladi, xursandchiliklar bo'ladi, juda ham ko'plab e'tiborlar, e'tiroflar, imtiyoz, imkoniyatlar bo'ladi. Bu safar ham kutgan natijamizdan ko'prog'ini oldik. Sababi o'sha yerda juda ham to'lqinlanib, xursand bo'lib o'tirdim. Oylik maoshlar ham oshdi. Oylik maoshlarimizni ham har doim oshiradi. Undan tashqari yosh oilalarga, shu madaniyat xodimlariga subsidiyalarga uylar berilishi, uni 50% to'lab berilishi bu albatta madaniyat xodimlariga juda ham katta e'tibor, juda ham katta nima deydi, mustaqillik to'yonasi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shaxsan o'zimizni Xonobod shahar madaniyat bo'limida ham yosh oilalarimiz albatta bu subsidiyalardan foydalandi. Mana hozirda yangi Andijondan uylar olishdi. Albatta bunaqangi o'zgarishlar, bunaqangi imkoniyatlar, e'tiborlardan keyin madaniyat xodimlariga zimmasiga yana ham ko'proq mas'uliyat yuklanadi. Yana ham ko'proq ijod qilishimiz kerak, o'zimizni ustimizda ishlashimiz kerak, yangi loyihalar yaratishimiz kerak. Ana shunday maqsadni qo'ydimi bugun Xonobod shahar madaniyat markazi jamoasi? Markazimiz hozirda nima deydi, sadafda terib olganman desam maqtanchoqlikka kirmasin, lekin bizni markazda eng iqtidorlilar, yangi iqtidor, eng iqtidorli va madaniyatni hamma jabhasida o'zini ko'rsata biladigan va madaniyat bo'limini rivojlanishiga hissa qo'shadigan xodimlarni yig'ib olganman. Bu albatta hozir o'zingiz bilasiz, sun'iy intellekt rivojlangan davrda har bir madaniyat xodimi nafaqat qo'shiq aytishda, nafaqat sahnada ijro etishda mahoratini bilish shart kerak deb o'ylayman, balkim sun'iy intellekt, ya'ni shu internet ijtimoiy sohalarda ham faol bo'ladigan yigitlarimiz bor. Bunga mana ba'zida erib ishlarimiz hammasida faol xodimlarni yig'ib olganman va ayniqsa bular har biri o'zi uchun ideal inson, o'zi uchun ijodkor va yangi ovoz iqtidorlari. Va yana bir narsani aytib o'taman sizga, hurmatli yurtboshimizni, yaqindagina bo'lib o'tgan video selektorlarda, ya'ni dolzarb 40 kunlik e'lon qilindi. Obodlik ko'ngildan boshlanadi loyihasi bilan Xonobod shahar madaniyat bo'limi 71-son madaniyat markazi juda ham faol. Bir narsani aytib o'taman, albatta Xonobodga borgan bo'lsangiz, uni havosi hech qayerda topilmaydi. Bizga hurmatli prezidentimiz hamda viloyat hokimimiz yana bir imkoniyatni berdi. Sababi Xonobodni toza havosida, mana sahar soat 5 da ish boshlayapmiz. Xodimlarim hammasi bemalol mazza qilib chiqyapti ishga. Sababi toza havoda nafas olyapmiz. O'zimiz uchun badan tarbiya mashqlarini bajaryapmiz va shu nima deydi, tozalik bor joyda, tozalik bor ostonada albatta ko'nglingiz ravshan tortadi. Baraka ham bo'ladi. Albatta baraka bo'ladi va ayniqsa ishda unumdorligi yaxshi bo'ladi. Biz shu narsaga mana bir hafta, 2 haftadan beri o'zimiz amin bo'ldik. Ertalab sahardan ish boshlasak, shu tushlikkacha juda ham ko'p ishlarimizga ulguryapmiz-da. Ham ko'nglimiz, bahri dilimiz ochilyapti. Binoni ichki tashqi obodonlashtirish ishlari juda ham yaxshi olib borilyapti. Mana kuni kecha rayhonlar olib kelib ekdik. Albatta har bir qilgan ishingizdan o'zingiz xursand bo'lasiz. Bu ham albatta mana shu mustaqilligimizni 35 yilligini kutib olishga tayyorgarlikda. Albatta, ha, o'zi uyingizda ham to'y qilsangiz, uyingizni ham tozalaysiz, obodonlashtirishga qaraysiz, gul ekasiz, joylarni o'zgartirasiz. Xuddi shuningdek, yurtimizni to'yiga ham albatta har bir mutasaddi rahbarlardan tortib to mahallada istiqomat qiluvchi oddiygina fuqaroimiz ham tayyorlanishi kerak. Bu juda ham katta bayram, juda ham katta shonli sanamizga kamgina, ozgina kunlar qoldi. Endi maza qilib suhbatlashdik, mana shu bayramga tayyorgarlik haqida gaplashdik. Endi bugun shu madaniyat markazi rahbarini o'zi ham ijodkormi? Albatta. Albatta. Demak, dasturimiz yakunida qo'shiq eshitamiz. Hozir bizga ana shu rejissorlarimiz ishora qilmoqda, vaqt o'z nihoyasiga yetib borayotgani haqida. Demak, biz tomoshabinlar bilan xayrlashib olsak-da, undan keyin Maftun opaga navbatni bersak, ular ijrosida yaxshi bir tarona dasturimizga yakun beradi. Rahmat sizga suhbat uchun. Marhamat. Studiyadan joy olishingiz mumkin. Aziz teletomoshabinlar, bizga ajratgan 1 soatlik vaqtingizga achinmagan bo'lsangiz, demak, biz maqsadimizga erishibmiz. Har kuni soat 8:00 dan 9:00 ga qadar jonli efirda biz bilan bo'ling va kun davomiga yetadigan kayfiyatni aynan Andijon nafasi dasturidan olasiz. Albatta, yana diydor qadar ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Hozir esa bugungi
Andijon nafasi jonli dasturlariga yaxshi bir tarona yakun yasab beradi. Oyoq qo'ling bor bo'lsa, to'rt muchaling sog' bo'lsa, yelkangda bosh bo'lmasa, butunman deya olasanmi? Kim nima deb gapirsa, qo'shilib g'iybat qilsang, o'ylamay quloq bersang, durustman deya olasanmi? Qo'shningda g'alva bo'lsa, hasadli ko'zi bo'lsa, oting aytib baqirsa, tinchman deya olasanmi? Har kun tinch uxlab tursang, yeb turib ham nolasang, yaxshilikni bilmasang, bir xalq bo'la olasanmi? Tinchlik bilan o'tgan kunlar qadrin bil, yurt uchun ham g'oya uchun joning ber. Jon O'zbekiston, go'zal O'zbekiston, Tangrim boqcham demushmi seni? To'rt faslning butun, tarixing ustun, boshi butun jon O'zbekiston. Alloh qalbingda bo'lsin, sevging vatanga bo'lsin, uyingda tinchlik bo'lsin, xalqingda birlik bo'lsin, ajdodlarning ruhi yod va madadkoring bo'lsin. O'zbekimning duosi tinchlikka hamroh bo'lsin. Haqni ko'zing ko'rmasa, ishda hissang bo'lmasa, erta bolang so'rasa, vatanim deya olasanmi? Hech kimga ozor berma, lek kimliging unutma, tarixingni bilmasdan bekman deya olasanmi? Tinchlik bilan o'tgan kunlar qadrin bil, yurt uchun ham g'oya uchun joning ber. Jon O'zbekiston, go'zal O'zbekiston, Tangrim boqcham demushmi seni? To'rt fasling butun, tarixing ustun, boshi butun jon O'zbekiston. Jon O'zbekiston, go'zal O'zbekiston, Tangrim boqcham demushmi seni? To'rt fasling butun, tarixing ustun, boshi butun jon O'zbekiston. O'zbekiston, ona yurt